Adasini erkasi bo'lgan qizlarga qiyin. Chunki ota ko'targan erkalikni dunyo ko'tarmasligini bilmaslar. Adasi bilan malikadek o'sgan qizlarga qiyin. Chunki endi ular hamma erkaklarni otasidek shahzoda deb o'ylarlar. Otasini puli yo'q payt ham bilmasdan, rad javobi olmasdan katta bo'lgan qizlarga qiyin. Chunki ular hayot sinovlarida yo'q bo'lib ketishlari mumkinligini ham bilmaslar. Konsultatsiyalarimda ko'p ayol qizlar otalaridan olgan travmalari, ulardan xafagarchiliklari haqida gapirib kelishadi. Ha, sizda og'riq bor, lekin ishoning, otasidan hamma narsa olib, mehr-muhabbatga burkanib ulg'aygan qizlar katta hayotga tushib qolganlarida go'yoki ularning hayotlaridagi shirin ertak tugaganini his qiladilar. Ha, otasidan mehr olgan qizlar ko'pincha otasiga o'xshagan yigitlarga turmushga chiqadi deyshadi. Ammo bu taqdir va u insonlarning so'zlari bilan emas, Allohning yozgani bilan bitiladi. Va har bir qiz hayoti davomida har bir insonni o'z roli borligini anglamaguncha u turmush o'rtog'idan otani qidirib ko'radi. Qidirmang, balki topasiz, balki yo'q. Topsangiz ham, topmasangiz ham bir dars. Insonlar orqali sinalish, sevilish, tug'ilish va Robbisiga yanada yaqinlashish uchun hayotingizga keladi.